Hech qanday vazelin, avalekslarsiz uyda bor narsadan shunaqa baland, yumshoq, воздушный biskvit tayyorlaymiz. Zakazga tayyorlaydigan tortlarimga aynan shu biskvitni tanlayman. Avaleks zararli bo'lgani uchun juda kam ishlatishga harakat qilaman va sizga ham shuni tavsiya qilaman. Bismillah deb yuvilgan tuxumlarimizni oq sarig'idan ajratamiz. Oqiga chimdim tuz solib mikser qilishga jo'natamiz. Sarig'iga esa 2,5 choy qoshiq qabartma, tuxum soni qancha bo'lsa shu qadar qoshiq to'ldirib shakar solamiz. Tuxum oqi ko'pirishni boshlagach, shakarni qo'shib mikserlashda davom etamiz. Sarig'iga esa suv va o'simlik yog'i qo'shamiz. Unni esa albatta elab qo'shamiz. 6 ta tuxum uchun 12 osh qoshiqda un bo'ladi. Qora biskvit uchun 8 osh qoshiq un va 4 osh qoshiq kakao solamiz. Qoshiqlarimizni to'ldirib olamiz va aynan shunaqa quyuq massa holatiga kelganda oppoq penkamizga qo'shamiz. Yarmini qo'shib aralashtiramiz, so'ng yana yarmini qo'shib aralashtiramiz. Sizlarda mikser bitta bo'lsa, birinchi sarig'ini ko'pirtirib olib tayyor qilib olasizlar, keyin oqini ko'pirtirishni boshlaysiz. Shu ko'rinishdagi biskvitni qolipga joylab, avvaldan qizib turgan gaz pechiga 40-45 daqiqaga jo'natamiz. Qarabsizki, sizni ko'zingizni quvnatadigan biskvitingiz tayyor. Endi tortga zakaz bermasanglar ham bo'ladi.